Vikida haqida 100 ta fakt. Qani, stop. Mendan bu shuni birsa aytishim kerak. Bu faktlar Shokiyev media va Fikr Muzkandan o'g'irlangan. Bu bo'lsa shuncha faktni inam keta olamanmi? Ismi Amriddin, familiyasi Abdualiyev, millati o'zbek, dini islom. Vikida taxallusi BMW5 ni yaxshi ko'radi. Vikida degan kanal ham bor. Va u kanalning nogobanligiga ham BMW5 ni rasm tushirilgan. Amriddin Abdualiyev degan kanal ham bor. U kanalga YouTube kanal to'g'ri yuritish bo'yicha video qiladi. Hozir 21 yoshda. Boom, salom, men Ghost. Vikida senga bir gapim bor. To'g'ri videoda juda vaqtli ko'rinish berdim. Keyin menga bitta pattishka qil. YouTube kanal tasdiqlanmagan sen esa admining ayt. U tasdiqlanmagan emasligiga Gapni pul qarasa, sen admining 80 ming emasligiga YouTube kanal tasdiqlanmagan. To'g'ri, menda pul bor. Lekin o'sharkim kelmaydi. Chunki menda pulim. Usti klik ham yo'q. Endi videoga qaytamiz. Vikidaning kanalida 400 dan ortiq video yuklangan va 270 ming obunachi bor. Amriddin Abdualiyev kanalida esa 70 dan ortiq video va 29 ming ortiq obunachisi bor. Va bular o'sishni davom etmoqda. Vikida kanaliga asosan 100 fakt video tayyorlaydi. Eng mashhur videosi Jingiz haqida 100 fakt. Eng birinchi 100 fakt videosi Fizat haqida bo'lgan. Eng mashhur shorts videosi esa Mr. Beast videosidan parcha bo'lgan. Eng birinchi shorts videosi Sevlansam Seriyacha preview. Eng birinchi videosi Telegramda 8 yoshgacha o'rganamiz deb nomlangan. Instagram kanali ham bor. Va unda hozircha 17 ming ortiq obunachisi bor. Instagram kanaliga tasodifiy faktlar bo'yicha reelslar joylab bordi. Telegram kanali bor. Telegram kanalida konkurslar uyushtirib turadi. Lekin konkurs g'olibiga yutuqlar yetib borishi noma'lum. Albatta hazil. Yoki bu to'g'rimi? YouTube degan kanali bor. Telegramda admini ham bor. Yaxshi ko'rgan rangi qizil. Maktabda 4 sinfgacha yaxshi o'qigan. 5-sinfdan keyin bakaloriyat tushib ketgan. Avvalgi kameraga tushishdan qo'rqgan. Hozir esa qo'rqmaydi. Termiz tumanida yashaydi. Videolarni osonlik bilan tayyorlamaydi. Vikida nomini 3 oy o'ylab topgan. Kanal nomi oldin Manol TV edi. Otasi o'qituvchi, onasi esa uy bekasi. YouTuberlikni 15 yoshda boshlagan. Uydagilar boshida uni tushunmagan, lekin baribir qo'llab-quvvatlashgan. Game stulni UPG do'konidan sotib olgan. Kanalni jami 80 million ortiq prosmotr yegan. Vikida kanali 2018-yil 18 dekabr kuni ochgan. Amriddin Abdualiyev kanali esa 2023-yil 8 noyabr kuni ochilgan. Ko'plar undan motivatsiya oladi. Bilay, jalb egansizlar, o'zlaring nom yozsalaring bo'lmaydi. Telegramda lichkasi bor. Lichka ma'lumotiga "Nobody is coming to save you" deb yozib qo'yibdi. Va buning tarjimasi "Hech kim seni qutqarishga kelmaydi" degan ekan. Bu bilan nima demoqchi u jalla? Kumush tugmachasi bor. Vikida kanaliga nakrutka urilmagan, menimcha. Previewlarni o'zi tayyorlaydi va boshqalarga ham tayyorlab beradi. 10 ming so'mga. Anime ko'radi. Vikida so'zini ham Dragon Ball Z va Dragon Ball Super animedagi Vegeta degan qahramondan olgan bo'lishi ham mumkin. Vegeta bu ikisi o'rtasida farq katta deb o'ylashingiz mumkin, lekin sabab shuki, Vegeta ingliz tilida sabzavot deb tarjima qilindi. Amriddin Musaga va Vegeta Vegetaga o'zgartirilgan. Previewlarni Photoshopda tayyorlaydi. Videolarni esa Premiere Pro'da montaj qiladi. Omoxon haqidagi videosida Omoxon o'zi komment qoldirgan. Grad Mobile o'ynaydi. Grad Mobile stream ham qiladi. O'rtacha oylik daromadi 2000 dollardan kam emas. Uning eng katta orzularidan biri YouTube'da 1 million dan obunachi chiqish. YouTube'da stream qilib obunachilarning kanallarini baholaydi. Baholamay qo'yganiga 2 oy bo'ldi. Vikidaning ustozi Oybek Qosimov Vikida Grad Mobile o'yinini 10 videoda tarjima qilgan. Buning uchun Grad Mobile yaratuvchi Vikidaga 10 million so'm bergan. Shaxsiy mashinasi yo'q. 9 yoshda planshet sotib olgan va Telegram kanal ochgan. Telegram kanal 20 ming obunachi qilgan. Qo'lida podcastda chiqqan va unda ko'proq hayot haqida gapirgan. Jasurbek official bilan stream qilgan. Montajni avval telefonda qilgan. Keyin yaxshiroq kompyuter sotib olgan va montajlarni kompyuterda qilgan. Vikidan Telegram kanalidan tashqari Vikida Private degan yopiq kanal ham bor. Unga qo'shilish pulli. Oyiga 99 ming so'm. Ushbu kanalda montaj uchun prezentlar bor. Instagramda Fizatga podpiska bosgan. Hozirgacha 2000 dan ortiq preview tayyorlagan. U streamlarni OBS dasturi orqali qiladi. Eng birinchi jonli efiri dizaynlar baholaymiz bo'lgan. Vikida o'zbek blogerlarga ham reaksiya qilgan. Vikida ingliz tilini biladi, lekin universitetga topshirmagan. Amriddin Abdualiyev kanalidagi eng birinchi video YouTube kanaliga to'g'ri nom tanlash bo'lgan. Vikida eng yaxshi ko'rgan YouTuberi bu Mr. Beast. Monetizatsiyali kanallar sotib oladi. O'zi vaqt bo'lmaganicha o'qimagan, lekin o'qishga akagini aytgan. YouTuberlikni kasb degan. iPhone ishlatadi. Vikidaning o'z jamoasi bor. Ronaldoga muxlislik qiladi. Yaxshi ko'rgan qizchasi yo'q. YouTube kanali bo'yicha xizmatlari ham bor. Instagramda Fizatga podpiska bosgan. Vikida haqidagi sifat videomiz tugadi. Bu video musor chiqqan musosur. Bu Ghost kanalidagi birinchi video. Buni Ghost Gaming kanaliga yuklanmagan degandim. Endi Gaming kanal. Va hammaga xayr.